Assalomu alaykum, men Gulis. Hozir ko'dalar yo'q, albatta men oldinlarla tashviqot qilmayman, deb maydon qilsam, shu udul vaqtim chiqqancha maydon qilma. Undan keyin agar ko'rdigan xalqimiz, vaqt udul kelgan xalqimiz ko'rsa, unga mazmunlarni yoqtagan bo'lsa, taqtib qo'yishni umid qilma. Shu endi ovozim chiqatam chiqmayapti, uqmayman, mencha o'sa chiqadi. Chiqmay qolsa, xabar qilinglar. Sal turib ko'rganlar. Ko'rmaganlar bo'lsa hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q, agar xatolik qilsa yoki chiqmay qolsa yana qayta qilsam bo'lardi. Shunaqa endi menikidan naq maydonda tekshiradigan bo'lmagan ekan. Hech qisi yo'q, chunki men shu vaqtim chiqqanda qila olmayman, shu xalqimizning vaqtiga nim qila olmayman, unga oldinlar e'lon qilib ketmayman. Shu endi maqsad shu Uyg'ur ana tilimizga mazmunlarni ko'proq ishlab, shu ana tilimizning qo'g'dilishida azroq o'smin kuch qilsak, saqlab qilishida, keng tarqalishiga yordam qilsak, o'zimizning kichkina burchimiz bo'lsin ado qilsak, shuni o'zi kifoya. Kifoya samimiylik emas, davomli nurg'un ishlarni qilamiz. Shu agar ovozim chiqmay qolgan bo'lsa, xabar qo'ysanlar bo'ladi. Unas bugungi taqat mazmunlarni boshlatildi. Necha kun bo'ldi qilmadim. Nurg'un mazmunlar yig'ilib ketdi. Har xillar yalnız qizqarliq ham azoblarlik, ichinishliq degandek. Insoniyatning turmushdan ajoyib bir xillar yalnız sarxala. Zerikib qolmaydi dema. Bo'pti, birinchi mazmun boshlaylik. Miyada birsi bunda bir narsa chiqarib qo'yibdi. Liqi iOS'ning bizlar, liqi Meksikaliqmi AOC deganim shu qurultayning bir xodimi, yosh qizlar, shu 30 yoshdan to'migi, 30 necha yosh, 30 uqmayman ish qilmandan kichik xillar, unkin shu qurultayda yoshli kirgan, undan keyin hozir qadar shu Solchilar Demokratiya partiyasiga a'zo bo'lib ishlatdi ham. Ko'pchilikning deyishicha bu hamda bu qizlar, yosh qizlar keyinlik ham 2028da shu prezidentlikqa nim qilmoqchi bo'lishi mumkin deb boshladi. Xudoim saqlasin-chi. Bu qizlarning shu solchilarga qarta xili aktiv bo'lib, sol demokratlarga xili vakil bo'lib qoldi. Hozir boshlar qirg'anchida boshqalar yaqindan 30-40 ishlab qirib kesimi, shu o'rduq to'tasimi, qo'popmisimi, shu ishlab nim qilgan qiylar. Ma bir yosh qizlar mumkin xili aktiv nim qoldi. Lekin endi demakchi o'g'lim bu qizlarning qilgani shu solchilarga qarta shu Amerikaliklar va qonunliq ko'chmanlarga qaraganda qonunsiz ko'chmanlarga bakrak foydaydigan mushta odamlarning birida. Shunga bu qizlarning rasmini chiqarib qo'yibdi, unga yana bir odam muxbirning nimsini chiqarib qo'yib, men ikki tal jumlani qilib qo'yibdi. Shuni men tushuntirib qo'yay. Birinchisida debdi, bu AOC debdi, Trump is going to separate children from their families. Debdi, degani shu Trump shu bolalarni mush ailelarni aratida, mushlarni chiqarish jarayonida deb shu qonunsiz kirgan ko'chmanlarni chiqarish jarayonida deb yozibdi. Unga mayatga bir muxbir deb yozib qo'yibdi. You guys lost 350 kids at the border. Kechiringlar. Sizlar 350 mingdan ortiq kichik bolalarni shu qonunsiz kirgan kichik bolalarni shu chegarada yo'qotib qo'ydinglar debdi. To'g'rida. Ba'zi xabarlarda shu to'til jarayonda qalamqonchiq jarayonda shu ishimda yo'g'al ichxonani gena har xil yo'chiqlar hatto shu Trumpning'ligi ostidagi Trumpning yasagan shu temining ostidan tonil qilib qizayotganlarni tatib aeroplan uchib suzib tatni kirishda qonunsiz kirgan emas, mana oldin to'lida. Shuningda shu ba'zilar 200 ming deydi, ba'zilar 350 ming deydi. Har xil san buni sana aniq bo'lmaslik sabab, chunki qonunsiz kirgandan sanab bulanmagan gap. Xudoim o'ziga mana bundan ko'p mutxi. Kirganlarni 20 million ortiqdaydi. Xudo zamonat undan ko'p mutxi. Lekin shu 4 yillik qalamaqanchilikda o'sha 350 ming kichik bola yo'qolib ketgan gap. Kichik bola, endi men buni taxt qo'ydim, bolalar eng qiynalganli yana bolalar deb qo'ydim. Chunki dimsam to'g'rimi shu 350 ming kichik bolalar shu ota-onasini aylikda shu qalamaqan to'planda nima dunyodagi eng afat nima? Yatarash yoki u yanartaq yoki u bu narsalar emas. Insonlarning qalamaqanchiqi dunyodagi eng afat, cho'ng afat. Chunki u qalamaqanchiqda tartib saqlagan ekan, u odamlar besilib bo'lib har xil ahvollar bo'lib
u qilamqanchilik shu tabiiy ofatlardan deymiz qo'rqinish tamdiq shu qilamqanchilikda shu ota-onasi aylab qolgan tamtirib ketgan u bu kichik bolalar uningkin yo'qolib ketganmish kichik bolalar nima kunlarni ko'radimish 4 yil jarayonida ham hozirga qadar ham Trump 80 mingni topqani bilan qolganchu qilmaydi unga yana men shu solchi qapoq birlar shu kirgan qonus ko'chmanlarni bo'libmi o'zi jinoyatchi qonsu kirdi ishga qo'sh jinoyatchilarni shu axlab hatto shu davlat berib u bu qilib qutqizish jarayonida mushta ishlarni qilib yurdi-yu mush kichik bolani izlash emas izlash yo'llarini qilmadi onun ustiga Amerikaning o'zimi bir muncha ko'chayotgan odamlar bor shular bilan ko'rimdi nurg'un yordamga ehtiyojli qonun ko'chmanlar bor shular bilan ko'rimdi Şu adam bek adam içindir koydu, şu müşnela koydum. Ben yendisem yani şu. İşplasla, rezilla, adalet hamon yaxlındı. Her yolu bilen. Bu yıl bulmay qalsa yine bir yol bilen. Hamon adalet yaxlındı biz koydum. İkinci mezmun mu? İştihari yaqımı dair mezmun. Bir yerde bir adam children cannot consent to puberty blocks. Kichik balalar Müşü cins özgertişke ruhsat kılanmaydı dedi. To'g'ri. Kichik bolalar texi yetilayotgan kichik bolalar, to'g'ri xatani uqmaydigan kichik bolalar, qaror chiqishni uqmaydigan kichik bolalar, yaxshi ma'ni bilmaydigan kichik bolalar qanday ruxsat qila oladi o'zining ab jinsini o'zgartirib. Ota-onasi ega bo'lish kerak, mumkin Aşağı müşta taxtını bir yizib, bir adam müştaliqi namoyish qilibdi, shu bir qaysi bir binani oldiga ash taxtaga yizqiqlikka kichik bolalar. Shu jins o'zgartirish operatsiya bo'lib, jins o'zgartirishga qaror chiqarmaydi debchi. Buningga men buningga müşta qolsa, ash taxtini ko'rib, oldiga bir qizil kepti. Rastga qilsam qizil qamdimi, people blogger azır qarab yana bildim. Bu shu bir qizal o'zgargan o'g'il olganimdi. Shu odamni oldiga kelib ko'rishib debdi. Mushunda ishlarni qilayotganingni men nima qilayotganingni bilmayman. Jins o'zgartiruvchi kichik bo'ldi bu. Endi 20 yoshga kirgan yosh bolaga. Nima qilayotganingni bilmayman. Men shunda qo'llayman. Hammasini biz uchun kichik bolam qo'llashida mushtaq qilayotgan ishlarga men rahmatimni bildirma deb gapiribdi. Uningki chunki mening davrimda men yaxshi yetaklash erishmagandan qamoqdagi mushu nachar ish farqimida mushta 12 yoshdan boshlab bilan dori ichib o'zgartib jins o'zgartirish operatsiyani qilib hozir qadrim shu jinsim o'zgardim hozir 20 kirdim men de shu ishlarni boshlig'li shu 13-12 yoshlarda boshlab demak hozir 20 kirganmiz 7-8 yil burun bu iftixor yaqimining operatsiya ishlarining xili burunlar shu yoshirin yoki oshkora bo'layotganligini Amerikada isbotladimda inniqlar. Uningga o'z anchumjin tushuntirib, unga rahmatni bildirib, unga bu odamim juritonga bargala deb ashani qilib, shu o'zaro suhbatga ashni baklab qo'ydim. Shunlar buning bakilgan chaqda unga mening nima deydiganim shu yana kichik bolalar qiynaldigini yana kichik bolalar. Mushu bolmam shu 20 yosh bolmam shu kichigida yaxshi ota-ona tarbiyasi bo'lgan bo'lsa, yaxshi ufqim bo'lgan bo'lsa, shu nachar iftixor yaqimining ziyonkesh uchirmagan bo'lsa, u yoshlar unda jins o'zgartirish operatsiyalarining qiynash uchirmaydi. Hamda bu cho'ng bo'lib, hamda bu odamning deganini qo'llab-quvvatligini bo'lganligidan o'zim ancha-muncha pushamini bor degan gap. Lekin endi pushama bo'lib bo'ldi, ahvoli bo'lib bo'ldi, endi bu hamda o'zining aslidagi nimasiga qaytamaydi hamda. Lekin hamda bu qo'llab odamni bo'ningga ajratlik bo'lib gap qildingiz. Rahmat deb bo'lgan yerlar. Men qutdim. Demsumamda nurg'un kichik bolalar yoki yoshlar va ba'zi kishilar haqiqatan shundacha iftixor yaqimining tashviqotchilari, ammo ba'zilari haqiqatan ziyonkesh uchroqlari. O'zi kellikka pushamon qilib nimxonlarchi. Yoki bo'lmasa kellikka uyg'onganlar ideyajatdan. Kechiringlar. Okay, yana bir mazmun ta'kidlam, yana bir mazmun men daim degan bir mazmun bor bizlar. Shu bir RFK ni bizlar shu Mr. Kennedy shu nimaga Trump tanlab nima bo'ldi? Shu Health Organization'ning boshlig'i bo'ldi, shu Sahya Amerikaning Sahya organining boshlig'i bo'ldi. Endi
ылыкы хоşxalardan biri şu şunda treşalan kösüp bu adam şunçılıq soraklarga düşüp tatıb özü tekşüşlər arqılıq oke şunçılıq soraklarga düşüp tatlaşlardan yığım çıxıb axırlıqı rəğmadlarını şu yeməklərdən çıxırdan bulub kiçik balalarning yemək kiçik balalarga yasadan yeməkşmələr çıxırdan bopdu. Şunda dəhşət üçün xoşxarı boldu. Çünki o rənglik ilqi rəğmadları, ximilik rəğmadları adamdan şu aygüsün tüəltiş, arxıl ilqi organları acizlitiş, aşda arxıl nimlər ba ilqi əsk təsirlər ba aşlanasını. Bunu şu balla yeməkdəki kirgüzüb dəhşət nim qutiş şu yansamayan şu xalqların az şu salamat şərtini buzuş. Kiçik ballalarını bulub mu? Rabajlanmaydı, dəst durub qopamaydı emasmı? Kellikə çoğun olğanca da şu acizlaşdırır şu axı məqsəd şu. Şu an bu adam aşağı bir qalbini qol keltirdi. Onkin qaysi bir sualda aşağı daptı. Alqi Fauci'ni bilsizlar. Şu Covid-ninki Xitoy virusininki nim qilgan alqi davlatni to'sash, uylar taqash ishlarini qilib nim qilgan qapoq adam rezil. Şu bu vaqtlarda şu adamdan bu adam yaxshilangandan şu adamdan onchalar so'rab ketmagan. Bu adam deganda so'roq tatib tasdiqladi o'tib o'sha tashvishlarni nim qilib kodlar. Shunda nim qildi. Shunda bo'lsa-mu bir jihatdan g'alabaga erishdi. Rahmat aytamiz. Ham xo'sh oldik. Xudoyim bo'lsa yemeklar bo'lsin, ozroq bo'lsin-mu? Bir kecha bo'lib ketmaydi, ham taltga bo'lib ketmaydi. Baxtga qarshi ozroq bo'lsin-mu shu bexatar bo'lsa, biz xotirjam bo'larmiz. Basak. Onun Xudoyim saqlasin hamda biskit qazaq ancha-muncha ko'zimiz orqa qildi balarimizning yemak ichmak uchun musha mehnat nimada salomatlik uchun bexatarlik uchun ozroq desak hay shu ammo unda nimda to'simiyadi bir odam shu odamning ilqi bir ziyorat bir programda bu odam ziyorat qanchada uyardik tomoshabin bir ayol bunday savol so'rar ekan shu osmonda chechayotgan shu ximilik aeroplandagi ximilik narsalarni tamachimni tushuntirgandan keyin ma riyasatchining ish pishkitib qapoq riyasatchi zodi savolni nima deb ishtikla kepida o'zdan yeri boshini ochib qoldim unga ankana ayolmi ishtikla javob berdi uni qanday to'xtatamiz dedi to'g'ri shu aeroplanlar kunda chechayotgan 24 soat kecha kunduz chechayotgan shu aeroplanlar nima chechatmaymiz nurg'un oshkorlangan hujjatlarda shu ximilik chechayotdi shu bulut yasatdi yaga tushadigan etizlarga tushadigan biz sumurdan kichik bolalarimiz sumurdan narsalarni chechayotdi zalik modlarni quyosh bulutlarni yasatdi quyosh to'satdi biz hayotlikning manbasi bo'lgan quyoshni to'sishtirishadi shu ashda so'ran ashda dedi endi uni qanday to'xtamiz deb so'radi mening shunda tashla savollarimdan birida mening erishmoqchi bo'lgan javoblarim biri shu mushta bulg'ishlardan biri desa bu RFK javob berdi shundan u mening organimdan yoki mening tashkilotimdan mening odamlarimdan bo'lgan narsa emas ammo men bor tirishchiligim bilan mushlarni to'g'riliqmi nayt izlab mushlarni to'xtatishga tirishman deb nayt yaxshi qilibdi shuni men deb qo'ydim to'g'ri deysiz mushulan ashlarning mushu mehnat poq ximilik modlarni chishni to'xtatgan rahmat Mr. RFK deb yo'lla qo'ydim ammo men mushuni yo'lganchada bu asliki videoning birsi yo'lgan video boshqa gaplarni yozib men ashuni to'sab mani yo'lla qo'ydim u asli gapda nima kelsa men ko'dinglarmi RFK o'qimaygan mashni RFK ga yog'ancha unda bu debdi lekin men gapini olsam gapi intayin to'g'ri ishqi ba'zi bir solchi kishilarning mushta gap so'zlarni shu nim qilib yoki oldigan udil chiqarmaymish xalqning yo'g'on menda xalq men yozman yo'g'on qilib shu xatni o'qib kishilar shu RFKni yolg'onchiga chiqardilarmish xato yetaklaydilarmish ashlan qildi shuni men shu xato gapini men chaplab toza o'zimning gapini yo'g'on qilib shuni chaplab chiqaverdim to'g'ri qildingiz apandim rahmat deb to'xtatqin ashda mehnat ximilik nimalarni chechdanga chashmaslikqa chechishni to'xtatqin debchi ishqilib medianing ko'ngil ichish medianing ijtimoiy aloqa torlarining shu ta'sir intayin zo'rda mushta qapoqlarning xalqni xato yetaklaydigan shu qapoqlarning ta'siriga uchrab ketadigan ahvollar nurg'un xuddi manga o'xshash yana bir o'tab ketaylik yana bir mazmunda bunda qilibdi bir odam bir o'nchi bola bir solchininki videosini chiqarib shuni qatda o'zining ko'z qarshida debdi ham bu u solchinikida videosida nima deb tursa u solchi mana debdi ma ko'rdinglarmi pop tuyakatdi popning nimasidan
nazirsiga pop mushuliqi qar kiyimli kiyimlarni popningliqi hamda shu tashkilot popning odamlari shu nimaga amdiliqi me'morlarga debdaliqi shart qo'ygan ekan bularning deyishicha qar kiyimlarni kiyinglar debchi desa shuni chopni bizlar chom ko'k kiyim kiyibdi shular shu chopning bayanlam kesib ilib shu rasmdagi bular shu solchilarning shu kishilarning ideyasini qaymoqtirib shu kishilarni chomga o'sh qildanga nim qilibdi-da. Aşta bir videosiga nim debdi. Ko'dinglarmi mushta popning o'limida ma bu qar kiyim kiyinglar desa bu chom degan shu qasddan ko'k kiyim kiyib nimanda shu davlatimizni yuzini tushirdi biz nimanda xijil qildirdi sizlar ketganlar shular bu odam ma o'ncha odam ashundan shu gapini ilib o'zini chanstabda mushundaq saran qapoqlarning xalqning ideyasini qilgan shu rasmni biz cho'yda bir ko'rib baqili deb rasmni haqiqatan to'liq rasm ko'rsatsa ya da chomplamaz bir muncha odam ko'k kiygan ko'k hatto arabdan kelganlar oq kiyib hech kim butun qora kiyim kiymagan mushunda shuni ashada ma tushuntirib ne qilibdi shundan mamnun qo'ydim maga oldi way deb chiqarib qo'ydim to'g'ri ijab yaxshi ish qilib eshmochni mas'ulchining yog'anchiligini ma bir o'ncha oshkorlab ne qilibdi amliyatda shu so'zlar shu hisobda bugungi kunda Amerikaning yuzini tukat qilmish so'zlar ham mushtaliqi so'zlar unki shu demokratlarning kundan kunga ayrilib chiqishi dal o'zining shu qilmishlari o'zi keltirib chiqadi-da. Amiyatda Amerikalik bilish kerak. Va o'nchilar birlikni kechirlar birlikni bekor xohlaydi bir qadar so'g'ichan vaqt keyinchada o'zi bildi, ammo odat so'g'ichan masranlar o'xshash emas. Xuddi oxiri Amerika Trumpni nim qildi, liqi talab chiqdi. Undagi bularning o'qish shaxsiyatimi sal chunki idealar baqaymi qilib ketgan masalan istixorakim bilan shu nachar yolg'on xabarlar bilan shu qapoq odam o'xshashmishlar ishmalaqida chiqroq so'zlab bir muncha odamlar agashtirib bo'lgan mushtasaralarning yolg'on yetaklashi bilan ideyasi baqaymi qilib ketib bular ideya jihatdami ostin bir xil farq qildi so'zlash jihatdami kiyim kiyish jihatdami bizlar hamda kiyim kiyish diqqatimizda hamda kiyim kiyish taqdir topalay gap so'z taqturuq aql musha hamma jihatlarda ishlar farqli bor. Bular o'zining nim qilib, o'zini shu dödligidan ayilib ketib qolgan. Amalda birlik bo'lsa-da, Amerikadami, butun dunyodami, Uyg'urlardami shunaqa birlik. Buni o'tib ketaylik. Uniki ma kuchuklarim ko'payib chiqlab 16 bo'lib ketdi. Buni chiqarib qo'ydim. Chunki bek umoqlar uxlatgan yerda u Bray bu hayvanotlarning bunda tez cho'g'langanini uqmaydi. Adam uqmaymada burun bunda jiq kuchuk bo'lgan, ishbek baqqan bunda jiq bek bo'lganda ham dubla. Shunda tez bo'ldikanda Braydan bularni tishib chiqib. Lan shundan tushib chiqib qilamgan bizga o'xshash. Ondan keyin bir narsa chiqarib qo'ydim. Oldin tunugim o'lishgan bo'lgan bir ish. Bu ishlar balam kelganchida odatda balamni maktabdan shu agablam shu ular uydan to'la chiqmaydi aman ekan. Hozir mazraq bulutliq. Azroq amda bulutliq bo'lsin bo'libmi quyosh quvvat amallo qo'ldan ketkizmasga tirishma. Bizlar quyoshda soat emasmi? Bishnidan qapoqlar. Shunga balamni maktabdan agablam darxlar shu etizlik kiriblam shu qo'ylarning orasida qo'ylar bayligiga berganmish ishlar bayaga berib balamiz ishimiz ish bilan o'ynaymiz-ku. Balani shu quyosh ko'ksidanga ham ishlar bilan o'ynab qilgan. Balam ishlarni o'ynab qilgan amroq. Shu vaqtlarda o'ynayotgan vaqtlarda shu tushdagi vaqtlarda tuyusizlikqa masalan jiddiy ahvol bo'lsa yoki afat bo'lsa bir xilqi qilib bir signal bor, ashta ovoz olindi-ku. Ashta ogohlantirish signal berdi-ku. Ashta bir signal chiqib ketdi atrofdan. Adam qo'rqdi. Ya u rasmi yoki manevrmi qilmaydi. Ashta bir ovoz chiqib ketdi. Shuningga qarta bu ishlarning hammasi qopabdi, yavash bo'lganda xuddi bo'rlardek. Bo'rlar bir xil avlaydi-ku. Ashunga o'xshash. Ammo ishlardagi avashmazlik bir qilib rasmi adam qo'rqdi. Nima ketdi? Shuni chiqarib qo'ydim. Ishlarning shu ogohlantirish signaliga bo'lgan inkasi deb qo'ydim. Xudam so'z unda signallar yuz bermasin.
Hem bunu mu yemeye diyen bir mesmege Jessica Alba dedi. Hem de bu hem 13-40 yaş kirgen. Ne bilen tenkene bu ayal. Aşu Joe Biden'ın advokat kentik u. Tüyo söyle kaptı. Xuddi Obama'nın bazı qadamlar ötüp ölüp ketgendek bu mu işte yo'q ketdi. Hem de bu başlandı deyishlar shu bu başqa ishlar bilib ketdi debchi. Bizlar Madio dedi Elon Musk Trump emasmi shu so'lchilarning shundajiq chiriklikli da nimasini chiqaryapmiz, tep chiqaryapmizmi? Ma'quzalni yo'q tutibdi. Bu bir xabar kamdi. Buni deb bitildi. Onun yana bir xabar, bizlar eng yangi xabar shu shu qonunsiz ko'chmanlarni chiqaritish yo'llarida shu nurg'on odamlar so'l tarafdan nurg'on odamlar shu chopning yo'lda turoldi. To'sqinlik qilib, masalan, ba'ziligi shu so'l tarafdagi qurultay nombiradimi shu adam shu El Salvadorga berib shu turmadagi odamni qutuldirib chiqmoqchi, Amerikaga qaytib kelmoqchi bo'lgandek ashtaashliq dramalar ketdi emasmi? Undan keyin eng yangi xabarda hatto shu so'chilarmi shu Trump qarshi turib, sen mushta nimalarni to'xtat, ko'chmanlarni chiqar debchi. Chiqarishni to'xtat deb ashta qabila qarshi qilib ketgan. Yaqin xabarda ikki so'chi tutilibdi. Bu nimish qilsanglar u so'chlarning shuliqi dahshat odamning Amerika birda dahshat to'g'ri. So'chi birinchidan qonunni eng bildigan odamning biri shunaqa. Ammo ahvoli qaragancha shu Amerikaning qonuniy ko'chman to'g'risiga qonunga ko'z ilib qo'ymaydigan ekan deb o'yladim men. Shu odamlar qonunsiz ko'chmandan bir qanchani saqlab, hisobda ular jin qo'yishini aytdi. Uningki uyida qo'g'dab, uyida yushirib ashta qildi. Qaysi bir so'chi bolsiga bermoqchi bo'lganligi miltiqni birini berib. Asha bir rasmlarga nima ajoyib xabarlar tova. Nimish qilmishda bulda hamda har xil parazlar bor, bizlar bilat, bikabilat yo'qmisi bular o'zining nimasidan bular o'zlariga huquqdanligi tadrijiy quruq qotida emasmi? Abdi bashir chuqilib bu qilib kuniga bularni shunga bular qo'qqancha qarshi qilgancha jo'liqlar chiqotdi hozir. Shu o'shiksin uningga shu so'chilarni tutib oldi, qo'lga oldi. Shular qartami shularga aytishdan shuni bildigan so'lchilar demokratlarning texamamdi gaplar chiqib, texama to'g'ri arxilligi deymiz. Talash tatish. Ishqab nima deganlar bularni ishqab tez jo'liq chiqadi bir-birlab desa. Onunki miyada biriniki videoni chiqarib qo'ydim. Miyadalik so'lchilarning oxirgi so'lchilar to'la ushaq-tushak namoyishlarni qilyapti oxir. Endi u qaysi bir yerdagi so'lchilar namoyish qilganchada o'nchilar chiqdi. Chidamay bir o'nchilar chiqib xo'shal-xo'ram shu bayroqlarni ko'tarib, u biqib, so'lchilar turadigan oldida cho'glab ularni ashta qilib jilqib ashta qilib nim qilgan yer bor ekan. Onkin shu so'lchilarning chiroylariga qarab o'ylanib qolib, shuni chiqarib qo'ydim. Ular degan shunda mayus nima qat'iy xo'shalamasa. Trump Amerika uchun nurg'un ishlarni qotdi. Shu 100 kun bo'lma. Bugun 100 kun bo'ldi, 100 kun bo'ldi. 100 kun ichida Trump taxt chiqqanchada shu Biden Amerika qilishni qilgan ishlarni chiqishlarni qilib berdi. Ham domli qotdi. Ashuni ular birjida yes qilmay, yo'qmisi ko'may, yo'qmisi shu mollarning bahosini tushkuni, gazning bahosini tushkuni ko'rib turibmi, yana o'zidan gapib turib. Shunchalik nadan, uningkin yana nurg'onlar shu pul to'lab chiqayotgan, unkin pul to'lab chiqmaganlar ham shu azob. Shu men chiqarib qo'ydim, ular menga ho'shimaydi deb. Ay, maddolat azroq o'smo. Yani shu bir kecha yuz bermaydi ishlar azroq o'smo bexatar bo'ladi. Gazning bahosi tushadi, mollarning bahosi tushadi. Mehnat bir millat ishlangan mollar azroq bo'lib, sifati yaxshiroq. Shu Amerika zotlar qurildan bo'ldi, mablag'lar kiryapti. Cho'qim shu mehnat Xitoyda ishlangan mollar cho'kib ko'milib qilishning oldini ilyapti. Mushta ishq nurg'un yoshlab o'tdi. Ham mushta nurg'un mablag' kirib, mush Amerikada
ishlangan nimalarga Amerikada sotilsa albatta tamoj bilan ilinmaydi. Amerikada ishlanib sotilsa, Amerikaliklarga sotilsa, birinchidan xizmatlar ko'paydi, shunda zarqatlar ichlangan nurg'un u robot ilama u ishlarga birmuncha vaqt bo'z bo'lmasa ishni qilsin. Shu xizmatlar ko'paydi. Undan keyin xizmat fursatlari ko'paydi, mollar yana bir qat uncha qimmat bo'lib ketmaydi. Amerika azuldi tomosha beshi bo'lmagan ekan. Undan keyin ma Trumpmishda tomosha beji orqali nurg'un mablag'ni akirsa 200 mingdan tuan mablag' maosh olganlarning bejni yo'qotishning gapini qo'yadi. Agar shu amal ishib qolsa 200 mingdan tuan olgan xalqimiz Amerikada ishlab bir muncha bosh puli bosh topshamaydan shunda cho'ng xo'shalliqmi? Shu Asta buldu. Hatta mush solchilarga mushuncha foydaliqda. Amerikalik solchilar 200 mingdan tuan olgan odamlar nurg'un albatta. Boylar qisman o'rinlarda ko'pincha o'tira yoki tuan darajaliklar. Asta bo'lsa odamlarning boy bo'lish boshlaydi Amerika xalqi. Mushlar narsani kamaytirib yana xo'shimmaydi, rozimaydi. Ko'rmiz yana bilan o'yini. Ohoy. Kechiringlar. Unga IRS deyilib bojni so'roq qilgan bosh topshiramiz, keyingizdan yuribsizda bosh topshirgan qilgan. Asha 80 ming deydi. Ashta xizmatchi bo'lganda u bosh o'rniga ishlaydigan. Shularni nima qisqartirib yoki uning o'rniga boshqa bir xil narsani turg'izib yoki keligima tomosha beshi texim yaxshi muvaffaqiyatga erishib 200 mingdan tuan olgan. Maaş kirim qilgan xalqlar bosh topshamasa boshqa bir xil boshliqi organlar bo'ldi, o'chada mushta ishlar bo'lgan ekan. Ishqib yaxshi kunlar xudoyim bersin oldimizda, lekin ishda bo'lib endi ma ayolni demoqchi bo'lganim ishda solchilar deydi, solchilarlik osh qoldiq, Trump baylarga trouble turdi deb qaqshaydiganlar endi yana Trump shu IRS shu boshlar to'g'riliq bir ishlarni qilib bersinmi? Haqsiz ishlab bersin bu razummaydigan mushtaga deb solchilar, o'ngchilar biz o'xshamaymiz deb gapni to'g'rilab qo'ydim. Ham to'g'ri sol deb qo'ydim. Lekin buni deb qilay. Tamojib deb qilay. Yana o'xshash adam, o'xshash bir solchining shu yolg'on tashviqotlarni qilgan bir odami, yana o'xshash 10 bolaninki ana gapini tustib degan yana taklif qo'ydim, ikki talam. Abayqiningda shu Trumpni yomon sat ko'rsatib, popning nazarda ko'k gapdi degan gap adam sochlarning qo'lga ilinganligini yana norozi bildirib bunda debdi-da. Ko'rdinglarmi ikki sochini nim qilibdi, qo'lga oldi. Mushtaq qilib hatta bizning mushta butun huquqlarimiz nima ish qilsan sen qo'lga ilinsa deb. Qana taqot qo'y kechiringlar gaplarni qilib yuraydi. Ham bu o'nchi bilan aning gapini hamda o'nshab birdi. Nima ish sotilganligini gapini qilmaydi, nima ishqa qo'lga olganligini gapini desamamda boshda debchi. Onunki bu aqchaslar xumayslar men biroq tushuntirib berdi deb unga abayman degan gaplarni gaplarni deb berdi shu sochlar shu uyda qonun ko'chmanlarni jinoyatchilarni qo'shnilar ular uyda qo'g'dab uyda saqlab mumkin qurol bermoqchi hatto ashtaqan nimalar bor ekan bu degan aniqlar qonun harakatlariga qarshi qilish ashta jinoyatchilar hisoblanadigan chunki Allohlik ICE deydi qonunsuz ko'chmanlarni tutayotgan shularning izlab turib yurib tutayotgan shu tashkilotning xizmatlariga bular qarshi bilanda uni deyansam yana shu bular degan so'tchi adam aql sig'maydi mushni ko'rib yetamadida so'tchi qonun eng yaxshi bilgan odam so'tchilarning o'zi og'zi deydig'ini hech qanday odam qonun ustida emas Çünkü özür nima qiladi unki mas'ullar nima deydi hech qanday odam nimaning ustida emas qonun ustida turmaydi qonun ustida turmaydi deb unki ma shuni isbotlab ma ikki so'chini qonunsizlik qilganlik uchun qo'lga olsa yan so'lchilarni gap chiqdi unda bo'lsa Trumpning butunligi nimalarning oxiri chiqmadi chunki ko'pincha deymiz accusation deymiz qarlashgan ekan shunga uning ekan nima qilmadi shunga hech qanday odam qonun ustida bo'lmaganligi mush odamlar boshlansin chunki odamni inniqlik qilgani bor inniqlar qonun ko'chmanlarni uyda saqlash qo'g'dash unga ularga qurol berish
qon qo'qmay qildaşlaşlarına tova Xudayım. Okey, qizqarliqni bir deb qo'yayım. O Bernie Sanders bizlar, laqi hozir Bernie Sanders bilan AOC ikisi grup bo'lib boshla. Qari andan uga yosh qizlar. Shu solchilarning demokratini tashviq qilib, solchilarning ishini tashviq qilib yo'qot emasmi? Shu miyada bir laqi ma u portga yaqin ma dengizga ko'lmi dengiz daryo moshqa yaqin bir yerda ma Bernie Sanders nutq so'zlatibdi. Nutq so'zlasa buni nutq so'zlatganini bilgan. O'nchilardan bir paraxod qasddan shu Trumpda bizib qasddan keyin o'taliqi paraxodning cho'ng signalini bisib zig'iq o'taga yerga ma'nol qildi. Men shu Bernie Sandersning nutqiga liqi nima aralashilibcha shu bir qisqar qoldi, shu nim qo'ydim. Demisam shu qo'yamda bir qisqalik. Instagramga action xalqimiz ko'rib baqsanlar bo'ldi hamda o'zini ko'rsanlar texim qisqarlik albatta. Bunu da tepkilemde. Mavut teximi qisqarlik. Mayad bir kino arsi ba. Bilansizlar onun ismini mi? İsmini ma Instagramda şu bak kichik ba'zi ismlarni chiqmabdi. Men keyin tepray. Mayad bir artist ba hozirligi kino baqanch kinoni ko'rganman. Hozir ma nima liqi yumursizda ekanda liqi. Nimada? Sahne yumursuz ekanda shoma bir sizlatgan iftixor nachar iftixor eqimiga doir iftixor iyiga doir degan bir yumurni qisqartib ablam nim qilib qo'yibdi. Uning temasi bu Cholpanning bu artist bu artistning shu iftixor eqimiga doir chaqchiqini shu solchilarning g'azbini qo'zg'aydi deb. Shuni men ko'rib boqay deb ko'rsam nimda tutsa nurg'un janslar shu davlatni qurish jarayonida shu ulab jinini nim qildida shularga berganimiz aram bir kun bir hafta chiqib olsa ma Amerikan qurgan ma davlatni zontonga shu hatto alqamish qulluqni bekor qilgan shu zontonga bir kun badiye Ashta cho'nshlan qilsam hatta ma ishki zonton bir ishki prezident zontonlab ketdim. Men ishki prezident bir kuni tang ilqi baharlando deb ashadab. Ammo agar ishki prezident akshi ma asad gap qilgim yo'q. Sad gapni qilmay. Uni o'zgartibday. Ishki akshi bir-birini yaxshi ko'rgan bo'lsa, ularga bir oy beriladi deb ashadi. Demak, chaqna hamjin so'ramasa ular bir ay beriladi. Bilsizlar o'zinglar davlat bayrami bir emas. Janchilarni xotirlagan kun bir emas. Davlatning qurilgan kuni bir emas. Shu davlatni qurib, nurg'un yaxshi qilgan, nurg'un dangli shaxslar u bu yoki anlar bayrami, ishqinning bayramlar bo'lsa bir emas. İftixor eqimi bir ay. Shuni qarshtirib degan chaqchiqda u. Mumkin anon degandagi ishki prezident bir-birini yaxshi ko'rgan bo'lsa, endi u nim deganlarni qilin gapini men degim yo'q, o'zinglar Instagramda ko'rasizlar. Ashtaqa bir-birini yaxshi ko'rgan bo'lsa, ham jins bo'lmasa, bularga bir oy beriladi deb. Qisqarlar ham ochiqdami? Shoma buni yo'lga qo'ydim, men kuldiriblam. Onunki men bir xabar bor ekan. They should make your blood boil. Bu xabar sizning qoningni qaynatadi deb g'azabda debchi, o'sha deb temaga uni nimda tutsanglar. Wow, 3,920,028 qanunsuz ko'chmanga oldingi 4 yilda ularga shu Amerikaliklar yoki qonun ko'chmanlar imtiyoz, bakman bo'lgan imtiyozlar mushlarga berilibdi. Xuddi sog'liq sug'urtaligi, salomatlik sug'urtasi degandek-ku, imtiyozlar mushlarga berilibdi. 3,920,028 odamga qanunsuz ko'chmanga. Amerikaliklarni qonun ko'chmanlarni bir qayra qo'yib, malaga beribdi. If each of them they're receiving 2k a month, that is 1 trillion. Onun için aldık 4 yılda. Şu her biriga
Şu 3 milyar 920 ming 28 qonunsiz ko'chmanga har oyda 2000 dollar beribdi. Buni hisobsa bu 1 milyard 931 million 281 ming 856 dollar buludikka bir iyiga. Whoa! Whoever set this up needs to go to prison. The risk of nation. Oho! Ondan depto mush ishni qilgan, mush ishni tashkil qilgan, mush ishni o'rlashtirgan har qanday bir odam turma kirish kerak biz qo'yibdi. Uningki ular the risk of seni shu bizning shu yashanganlarning shu liqi topshangan bijo, shunda bizlarning mushunchalik imtiyozga erishamagan musha yashanganlarning amerikaliklarning nima tabakkul qildi hayotiga deb. Butun amerikaliklarning bütün qanun ko'chmanlarning manfaatini dahshat yagurda men deb biz qo'ydim. Men amerikaliklar va qanun ko'chmanlar haqiqatan bir yoqda qapti, bir yoqda qiqilib qapti, chetga qiqilib qapti. Tova deb biz qo'ydim endi. Onun için past tarafga biz qo'ydim. Bundan ortiq Trumpdan ilqi Trumpdan shu ikkinchi qismliq prezident bo'lganligiga deymiz. Minnatdor bo'lib turmaymiz deb biz qo'ydim. O'ylab boqinglar. 3 milyon 920 ming 28 qonunsiz ko'chman 2000 dollardan maaş aldı iyiga, haqsiz pul aldı ki hem müşta aldık tüytilda müşta biz erishish uygun bulduğun müşta nimelerge erişipdi haqsiz yakumsa Social Security ve Medicaid sağlamlık imtiyazlarga iyi oldu. Bunu hesapsa iyiga 1 milyar 931 milyon 281 ming 556 dollar buludu ki iyiga. Eğer 4 yıl bu da kısqartıp 3,5 yıl 3 yıl deyli iyiga 2 milyar tekka 2 milyarni iyiga köpeytanlar. 4 yıl ne? Xudayım. Xudo urush ketgan 116 milyard Ukrainaga ketgan yetmagandek chettalni qurib chettaldik davlatlarning qurilgan qurilish uchun hashlangan pul iftixor yig'imi hashlangan pul yetmagandek munda shunga o'ngchilar ko'payib o'ngchilar amerikaliklar birlikka chidayolmay oxir shu Trumpni qayta tanladi. Haqiqatan bu qitim tanlaganchida Allah chidamas qitma qilib bo'lamidi-da. 80 milyon ortiq bilet tashlab qag'ini o'tirliqda qolib berdi. Asha dedimda ish qilib. Demak, o'g'lim ish qilib oxir bular Amerikamdi. Umumiy jihatdan birlik qilib oxir Trumpni ikkinchi qitimliqqa tanladi mana. Shularni qutuzatdi, mush pullarni hamini to'xtatdi-da mana Trump. Ashu pul iyiga qonunsiz ko'chmanlar berayotgan iyiga qonunsiz ko'chmanlarga bekor berayotgan 2 milyard pul nimishlarni qiladi Amerika uchun o'ylab boqinglar. Pitchet Amerikada qonun uysiz odam qilmaydi. Amerikada siz mehnat sabbay neyrotikalik yo'llari qutu qamlashma ayrimlari tuzilib pitchet bo'lib aqdan Arabdimi ish pishish mumkin isliqida yemeklar chuqum yaxshi bo'ladi. Unda askirliklarni qilib pul topmasmi? Unda raziklar tuvallaydi, xalqning turmushi yaxshi bo'lsa. Bu Amerikada emas, bu dunyodagi 2 milyard bo'lsa, o'ylab qo'yinglar, yiliga qancha bo'ldi? 12 milyard 24 milyard bulamda yiliga 4 yil bo'lsa 24 ni 4 ko'paysa qancha 80 24 ni 4 ko'paysa 16 96 milyard taxminan mushta pul yasharni necha qatam pechatli qildi-da dunyoni qutuzib necha ming qator dunyoni insoniyat qutuzib mushta ketgan pul mushunchik darajada tursa amal demokratiyal so'zlar
Mushuni ko'rib bitamagan xalq. Xudoyim. Ishqib shukri yana shu chom chiqib mushlarni to'xtatdi. Chomni tillaydiganlar atugin o'ylab ketaman, chomni tillab qoladiganlar atugin shu chommushda mushlarni hammani buzib to'xtab, o'ngshab, nim qilib ash birimlarning turmushi, boyulab, turmush yaxshi bo'lib ketganchada xishi bilan bo'lmasin deb o'ylab qolmayman. Bo'ldi deb ketli. Miyada bir odam chiqib qopti. Ilqi Amerikaning bir ilqi futbol tanarkisi. Bu bir xabarga, shu xabarga qarata bir odam ilqi nim qilibdi. Kechiringlar, jabsat bo'ldi. Bu tanarkachi uyga bulansa uy kirib, ayoli bilan bolasini tutqun qilib achkitdi. Bu jarayonda bu yosh bolgandi. Karavotning ostiga yushiribdi. Shu voqeaga miyada bir odam o'zining nimsini chiqaribdi. Men deb qo'ydim chunki indamizamni. Xudoyim saqlasin, men bir samir ketdim, kuchim yo'q, qiyib qoldim bir ayol, ana uyga bir kirib bolamni tutib eksam bo'lsa men jinim tikma. Ma bir futbol tanarkatisiga demak, o'g'ni badanni salomatlik yaxshi, chiniqadan mumkin, pichat anchmin tushir ba. Eshmoja tejribali jo'p futbol o'ynadim. Karavotning ostiga yushinibdi. Shu bulanlar uyga buzib kirib, xotin bilan bolasini achkatkicha. Shunlar madam deydi. Qanda endi bu xabarda odamni shu ziyankash uchirib deb to'g'ri, ziyankash uchirg'icha armo. Chunki uni uyi kirkatdi, uni ayolni achkatdi, uni bolalarni ketdi emasmi? Lekin haqiqiy ziyankash uchirg'ich kim u? Ayol bilan bolasi. Bu ham buni deymiz Uyg'urchada biz namard demdik. Qo'qanchoq namard demdik. Deb tug'ilib, bo'lib cho'ngilib xotin ilib bola bo'lib abmashda deb ayolni qurgan odam xudalik bulansaga xotin bola Alloh aldab chiqadi. Shuni desam shuni erlarga deydiman. Chiniqib qo'yinglar. Bunda qo'rqinch qolib ketmaysizlar, qarindosi cho'kib ketmaysizlar. Chiniqib qo'yinglar, ancha-muncha undaga deb qo'yinglar, mush ancha-muncha o'zini qavdashni ugunib qo'ysanglar, ancha-muncha mush bo'lsin haqida qachiradigan yoki bo'lmasa mushishib o'zingni yerdan salommi, bu xotin balangni saqaldan ahvol bo'ludi. Ma odamga o'xshash qo'rqinchaqda qaralsa kirvoldan ahvol bo'lmaydi ishmonchada. Ayollarimiz aydanmiz. Mushta aqma erlar bo'lib qolsa, o'zimizga taymay amal yo'q, chiniqib qo'yinglar, o'zini qo'dash uchun ugunib qo'yinglar. Mumkin yana men shu qanlish bo'lgan xalqimiz qonli holda yaxshi ugunib, o'zinglar ishchanchi bo'lganchada bexatarlik mashg'ulot qilishni qilishni bilgan vaqtlarda mumkin qurol olib qo'yinglar uyga. Asqatadi. Mushta erlar asqamachada ayol chiqib o'zini qo'dalaydi. Bazı qo'ydilaydi. Agar u maqasa qonli holda u o'liqi amalgashmay qolsa, ilqi taser ba, elektronlik to'qmoq, ashuni ishlattinglar. Chashqish ba, uni ishlatib qo'yinglar. Mumkin shu bo'lsa qurol bo'lmay qolsa, mushta o'zini qo'ydigan to'qmoq, chashqich, elektronlik to'qmoq mushta uskunlarni o'zinglar biladigan, ishtiqli isini qiladigan, ishtiqli olg'i bo'lgan yerlar qo'yinglar. Xudoyim saqsin, bir shu yuz berib qolsa, nima qilishni bilsizlar. Unga ugunib qo'yinglar. Mashta akbalada qanday bo'lish kerak? Ko'proq ugunib qo'ysanglar, azroq o'sim ideyada tamtirashning oldini olib bo'ladi, shunlanqi. Bakrak ichinchi akbalni oldiga bo'ldi. Chunki tamtirmaganchada nima qilishni bilmas. Qal zehni uchiqildi, qo'rqinch azovanchada. Valloh uxlam ancha-muncha o'zimizni ayollarimizni ba'zida mumkin yo'qmisa ayollarni bolalarimizni angmayman. Qutuzallaymiz degan gap ishmonchida. Ondan keyin bo'lsam shu o'yildir, mayli yez qishloqlar turing yoki o'yilqi shaharlar turing, shu uyga signal lan o'rtib qo'ygan yaxshi, chunki ular o'rtib qo'ygan yaxshi. Qonunsiz ilqi kirganlar, shu bosdan yerlar bor, yoki bo'lmasa ular kashri uyda bo'lgan vaqtlarda ish qo'ysizlar. Sirtdan biz kirganchada saraydi, uddu saqchi chaqirdi, sizlar telefon chaqirmasangiz u kildi. Ba'zi pulsiz aşağıya pullar ham ko'pinsin chunki uningda sizlar telefon ketmasangiz bo'ldi. Sirtdan birisi kirsalam bevosita saqchi qo'lindagi.
lekin uncha qimmat emasdi. Chiqib yoqimsa ilqi ishni yaxshi taqaydigan usullar bor, ashta qilsanglar bo'ladi. Demakchi o'g'lim, har xil yo'llar bor, bexatar bo'ladigan, ammo yo'q haqni yaxshi tarbiyalab ketgil bo'lmaydi ekan, amon askadamlar bo'ldi ekan. Ammo yo'q o'zimizni shu bexatarlikda cho'g'lab turmasak, tarbiyalab turmasak bo'lmaydi ekan, ammo yo'q, baxt qarshi. O'sha razil dunyoda. Shunga bexatarlik diqqat qilaylik demoqchiman. Bexatarlik yo'lini o'rganib qo'yaylik. Ko'ngil to'q bo'lsin. Degandek. Bo'ldi, o'tib ketdim undan. Çok qattiq ketdim. Aldıqdan 1 saat bo'lib ketdim. Uni meni to'xtatmasin. Undan keyin 1 soatning ichida kontrol qilay. Zerkim ketmanglar. Menda bir odam bor, mana Charlie Kirk degan bir yosh bola bor. Meni kichik cho'qim, yo'q men bilan tam uxlayman, ish qilib shu oliy maktab o'qimagan, ammo o'zi yaxshi o'rganib, u qilib, unkan egliklarni tiklab, nim qilibdi. Hozir nutqchi bu. Nutq o'sha hammalar so'zlab bu qilgan, unkan 10chi. O balaning gaplari nurg'on gaplar to'g'ri, ammo to'g'ri bo'lganlarim qilma. Lekin hamma gapiga qo'shilmayman. Men hamma gapning to'g'ri bo'lishi natayim qamda, hamma gap to'g'ri emas. Ba'ziga men qo'shtirma, ammo men to'g'ri bo'lganlarini chiqarib qo'yman. Bu odamni shu narsa istiqoriga qarshi turdi. Undan bu 10chi chomni qo'laydi. Endi men shu bala shu universitetlarga berib nutq so'zlaydi, ham shu o'quvchilardan kechiringlar, oliy maktab o'quvchilardan o'zraliqi muzikilishdi. Ular savol so'rasa, ular javob qaytarib nim qildi. Shundan ular hamda qayl qilishildi, ularning ko'zini ichish, u bo'yilda ish qilmadi bu hamda. Shu bu bola qaysi bir nimada bunday bir bola bir o'quvchi menda so'rabdi, shu erlik masculinity. Erlik to'g'risida bir narsa so'zlab bergan bo'lsang, erlik degan nima debchi ashal so'zlabdi. Bu dedi, ma'qul deb men qanday bo'lgancha bir er bo'ladi deganni deganni men ashal nim qilay debdi. Shu men bu odamning asosan ko'piga qayil ham rozi qo'shilma erni ta'riflabdi-da bu. Erkak emas, erkakni ta'riflabdi. Erkaklar erkakning farqi bor bizda. O'g'il tug'ilsa o'g'il, cho'ng bo'lsa er bo'ldi. Ammo erning erkak bo'lishi natayinqo. Erkakni tushuntiribdi bu. Masculinity. Men birinchi gapini bak yoqtirdim, bak qo'shildim. Shundan shu birinchi gap men baklab qo'ydim bunda deb. Shu erkak to'g'risida deyilgan erkakni ta'riflagan birinchi jumlasi shu butun dunyoni qutsalaydi deb yozdim. Qag'ani o'zinglar to'liq ko'ringlar, bakchiqni erni ta'riflabdi. Birinchisi eng muhim, shu birinchi qilib deganim shu deb o'ylayman. Shu birinchilar menday. Yo'llashim menga o'shlab ketmaydi. Hammasidan. Lekin birinchisiga men cho'sam shu yo'ldoshlarimiz menga qayil bo'ldi deb o'ylayman. Men qo'shildi deb o'ylayman. Birinchisi deb desa, erkak degan o'zining bulduqlab turgan, qaynab turgan ehtiyojni desire deymiz. To'g'ri tarjima qilish uchun men darhol tarjima qilay. Desire deymiz. Desire. Desire. Arzu. Yaxshi tarjima qildi, to'g'ri, arzu. Erkak degan o'zining bulduqlab turgan orzularini kontrol qila oladigan debdi. Birinchisi dahshat to'g'ri gap. Bizlar shu mayli fiziologiya jihatdan bo'lsin, ma'naviy jihatdan bo'lsin, bulduqlab turgan orzuni kontrol qila olgan haqiqiy erkak bo'lib, agar mushta erkaklar ko'paygan bo'lsa, nurg'un ayollar, hatto erlar ham jinsdagi nurg'un kichik bolalar o'lmaydi, qiynalmaydi, azoblanmaydi. Dunyo shunda go'zal bo'lib, tinch bo'ldi. To'g'rimi, xatami? Shunaqa shundaq nurg'un arjinalar albatta ayollardan chiq. Shu arjinalardan gapim qilay. Ayollarmi yaxshi emas, aslarim bor. Men xato tushunmayman. Lekin ammo haqiqat shu. Fiziologiya jihatdan kuchliligini foydalab erlar nurg'on qilib oldi o'zining shu bulduqlab turgan to'g'ri yoki xato yoki har xil orzularni bosamay, kontrol qilolmay, xalqini qilib oldi. Shundan bu qilgandan keyin bu jarayonda nima bo'ldi?
Aşılarını özünü arzular üçün xalqlarni bulduqlab turgan arzularını kontrol qılanmay, bulubmu ayollarni, bulubmu kichik bolalarning zahmlantirishdan, azoblashdan, hatto o'ltirishdan yelmaydi emasmi? Tushunsanglar gapimni. Shunga men odamning mushuni yo'llab qo'ydim. To'liqini Instagramimda ko'ringlar. To'liq erkak deganni ta'riflaydi. Shu birinchi jumlasi dehshat 100% to'g'ri. Yana birda qo'ysam, bulduqlab turgan arzularni kontrol qilgan erkak. Zig'irlab desam, kichkina ehtiyoj arzusin deb ajizlar deganim ayollar, iftixor qilmadiki, erlar, bulimi kichik narsalar, bolalar ziyankash uchirmaydi. Buldamsa mushunchik bo'pti. Bir soatlik bo'pti. Maktabga ham yig'ilib chiqibman. Men bilan so'zlay, hissiyot bilan so'zlamay. Lekin mushu eng oxirgi mazmun, men uchun eng yaxshi mazmun deb o'yladim. Bugungi mazmun men degan mazmun ichidagi. Shunga agar mazmunlarni yoqtirgan bo'lsanglar, taqtib qo'yasizlar. Agashmagan bo'lsanglar, kanallarga agashib qo'yasizlar. Uningki naq maydon mazmunlar 1 yil naq maydon mushu torda turdika, Facebook turdika, uningki juyli turildi. Bir ayshili ko'ringlar, biz ko'ringlar, taqtib kang xalqlar ko'rib ideyasi ichilib, foydalab o'qisin. Mushu bir ayshda men shu videolarni tushirilib, YouTube qo'yilib qo'yma, YouTube tuturdi. Shundan musha bexatarlikka diqqat qilaylik. Salomatlikka diqqat qilaylik. Bugungi mazmunni men o'zim yoqtirdim bekerak. Eng yaxshi deb qarayman bugungini. Undan keyin o'zimizni qo'llaylik, farzandlarimizni qo'llaylik, uydagilarni qo'llaylik. Birlik bo'lsin. To'g'riga so'qash odamning ichin og'rindigan yig'isini keltiradigan so'qash tanlashlar az bo'lsin. Birlikcha bo'lsin. Kuchaysin, birlik bo'lsin. Buldamsa Allohga emanet.